islom dinida davlat rahbarining o'rni katta ahamiyatga ega. Rahbarga itoat qilish har bir musulmonning zimmasidagi burchlaridan biri hisoblanadi. Alloh taolo Qur'oni Karimda marhamat qilib aytadiki: "Estaizu billah, ya ayyuhallazina amanu ati'ulloha va ati'ur rasul va ulil amri minkum." Sadaqallohul azim. Ey iymon keltirganlar, Allohga itoat qiling. Payg'ambarga va o'zingizdan bo'lgan ish boshlarga itoat qiling deya marhamat qiladi. Ushbu oyatda Alloh taolo avvalo o'ziga, so'ngra payg'ambar alayhissalomga, undan so'ng ish boshlarga itoatli bo'lishga buyurgan. Oyatdagi ulul amr kalimasi ishboshi, buyruq egasi degan ma'nolarni anglatadi. Imom Molik, Ibn Abbos, Mujohid va atolarning aytishicha ulul amrdan murod Qur'on va ilm ahllari, ya'ni faqihlar va din ulamolari bo'lsa, yana ikkinchi bir fikrda davlat rahbarlari, boshliq va hokimlardir deyiladi. Musulmonlar ichidan saylangan yoki tayinlangan boshliq va rahbarlarga itoat qilib, ularning amrini bajarish vojibdir. Bunga hadislardan bir qator dalillar keltiriladi. Jumladan Ibn Umar radhiyallohu anhudan rivoyat qilinadi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam musulmon kishi boshlig'i buyurganida yaxshi ko'rgan yo yomon ko'rgan narsada bo'ladimi, gunoh ish bo'lmasa bo'ysunishi lozim. Agar boshliq shariat man qilgan ishga buyursa, unga bo'ysunilmaydi dedilar. Rahbarning faoliyatiga nisbatan uning qo'l ostidagi fuqarolar va ushbu mamlakat hududida istiqomat qiluvchi aholi tanqidlimi, maqtovlimi yoki mu'tadil qarashlarga ega bo'ladilar albatta. Jamiyatda har xil nuqtai nazarlar bilan birga rahbarga nisbatan har xil qarashlar bo'lishi tabiiy. Islom tarixida rahbarga qarshi chiqish ixtilofini birinchi bo'lib 7-asrning ikkinchi yarmida paydo bo'lgan adashgan oqimlardan biri xavorijlar boshlab bergan. Bu ularning eng asosiy aqidaviy qarashlaridan biri sanaladi. Agar rahbar xavorijlarning tanlagan yo'liga xilof qilsa, uni amalidan ag'darish yoki hatto o'ldirish ularning e'tiqodlaridan bo'lgan. Rahbarlarga qarshi chiqish gunoh ekanligi mavzusida Abu Ja'far Tahoviy ham o'z fikrlarini bildirgan. Imomlarimiz va ishboshi rahbarlarimizga garchi zulm qilsalar ham ularga qarshi chiqish va itoat qilmaslikni yoqlamaymiz. Ularning haqqiga duoibat ham qilmaymiz. Ularga itoat qilishdan bosh tortmaymiz. Madomiki gunoh, ma'siyatga buyurmasalar, ularga itoat qilishni Alloh taolo buyurganligi jihatidan farz deb bilamiz deganlar. Ularning haqlariga salohiyat va afv so'rab duo qilamiz deydilar. Sadriddin Abul Izz Hanafi Tahoviyning rahbarlarga qarshi chiqib bo'lmaslik haqidagi jumlasini sharhlar ekan Qur'oni Karimdan: "Ey iymon keltirganlar, Allohga itoat etingiz, payg'ambarga va o'zlaringizdan bo'lmish boshliqlarga itoat etingiz" oyatini dalil keltirib, jamiyatda rahbarlarga nechog'lik muhim o'rin ajratilganini ko'rsatishga harakat qiladi. Olim bu oyatni payg'ambar alayhissalomning kim menga itoat qilsa Allohga itoat qilibdi, kim menga osiy bo'lsa Allohga osiy bo'libdi, kim amirga itoat qilsa menga itoat qilibdi, kim amirga osiylik qilsa menga osiy bo'libdi degan Payg'ambarimiz alayhissalom hadislari bilan quvvatlaydi. Shubhasiz rahbarga salohiyat so'rab duo qilish ummat uchun duo qilish demakdir. Chunki rahbar yaxshi bo'lsa, xalq ham yaxshi bo'ladi. Demak, hozirgi kunda umumjahon globalizatsiya davrida dunyoning turli burchaklarida davlat rahbarlariga qarshi chiqish, rahbarga itoat qilmaslik oqibatida nohaq qon to'kilishi, shaharlarning vayron etilishi, gullab yashnash, iqtisod va rivojlanishning to'xtab 10 yillarga ortga surilib ketayotgan bir davrda tinchlikni saqlab qolib, uni qadrlash
qahramonlikka teng bo'lib qolmoqda. Alloh taolo yurtimizning tinchligi va osoyishtaligi uchun tunu kun xizmat qilib, bor kuch va g'ayratini sarflab, taraqqiyot va rivojlanish yo'llarini yaratish borasida faoliyat olib borayotgan rahbarlarni o'zi qo'llasin.